Sahabiler izledin, çaknigan izzet nuri, Ütkeni sıkkın idin, hak İslam'ın tübuli. Baş egmez kafirga, şiddet bilen atselir, Hemze Halid Musettek, şir yürek oğlanları. Ümeyr ibn Said. Yaş yigit Ümeyr nayit kichik vaqtidan tartibla yetimlik va kambag'allik qachisidan so'yishdi. Dadisi uningga hech qanday mol dunyo yoki homiy bo'lg'ich qoldirmasdilla bu dunyo bilan xo'shlashgan edi. Onasi uzun o'tmay Julas ibn Suayd ismlik Avis qabilasilik bir boy bilan to'y qildi. Shuning bilan Julas Ümeyrni o'z himoyasiga olib, o'ziga amra qilib oldi. Ümeyr Julasdan o'zining yetimligini to'ymag'idek darajada yaxshilik, ko'ngil bilish va cheksiz mehribonlikqa erishdi. Julas Ümeyrga o'z bolasidek kuyinatdi. Ümeyrmi uni o'z dadisidek yaxshi ko'ratdi. Ümeyr cho'ngaygan sari Julas Ümeyrning har bir ish faoliyatidan ko'rilib turgan chechenlik, aql farosatlik alomatlarini, ishlarni bartaraf qilishdagi samimiyat va ishonchli xislatlarni ko'rganda Ümeyrga bo'lgan muhabbati va qiziqishi texmi kuchayib ketdi. Yosh yigit Ümeyr ibn Said islom keltirdi. Bu chaqda u texi ishi andila ondan azroqlashgan bola edi. Iymon uning yumron qalbiga o'rnashdi. Islom uning poksizlik qalbida munbat tuproqni tepib, uning bulung pishqoqlarigacha singib kirdi. U garchi yoshi kichik bo'lsa-mu, payg'ambar alayhisolamning orqasida namoz o'qishdan kechikib qolmaydi. Onasi uning ba'zida dadisi bilan, ba'zida o'zi yolg'iz holatda masjidga berib kelayotganligini ko'rganda cheksiz suyunib ketadi. Yosh yigit Ümeyrning hayoti mana shu tariqada tinch xotirjam o'taverdi. Hech narsa uningga ta'sir ko'rsatmadi. Alloh balog'atga yiqilishib qolgan bu yigitni eng qattiq va uning bilan tang dematlik yoshlarga kamdan kam uchraydigan bir sinoq bilan sinashni xohladi. Hijriyaning 9-yili payg'ambar alayhisalom Rumliklar bilan jang qilmoqchi ekanligini e'lon qildi va musulmonlarni bu ishga tayyorlanishga buyurdi. Payg'ambar alayhisalom biror jang qilmoqchi bo'lsa, uning o'rnini oshkorlamaydi. Safar yiroq, jafo og'ir, dushman kuchli bo'lg'achqa, kishilar o'z ishidan xabar tepib, to'liq tayyorlanish uchun bu qitimqi urushni kishilarga oshkorildi. Garchi yoz kirib, tumuz toz kuchaygan, meyvelar may bog'lagan, qalblar rohat elish va sust qilishga moyil bo'lsa-mu, musulmonlar payg'ambar alayhisalomning chaqiriqiga ovoz qo'shib, tayyorlikqa kirishib ketdi. Lekin bir uchun munofiqlar kishilarning irodalarini ojizlashtirib, rag'batlarini sustlashtirishga, qalblarda gumon qo'zg'ab, payg'ambar alayhisalom to'g'risida so'z cho'chak tarqatishga boshladi. Ular xususiy so'rovlarda kufrlik ilib boradigan so'zlarni qilishyapti. Qo'shin safarga otlanishning oldingi kuni yosh yigit Ümeyr namozdan uyiga ketib etib, musulmonlarning urush uchun yordam buyumlarini taqdim qilayotgan bir so'rinni ko'rib qoldi. U musulmon ayollarining o'zlarining zibu-zinnat buyumlarini payg'ambar alayhisalomning oldiga qo'yishganligini, Osman ibn Affonning 1000 dinar oltin bar bir hamiyanni elib kelib payg'ambar alayhisalomga berganligini, Abdurrahman ibn Afning 2 o'qiya 100 oltin yudib kelib payg'ambar alayhisalomning oldiga to'kkanligini o'z ko'zi bilan ko'rdi. U yana bir odamning urushga qilishga to'lish uchun uydagi yotgan ko'pilarini bozorga setayotganligini ko'rdi. Ümeyr bu ajoyib ko'rinishlardan nihoyat ta'sirlandi. U o'gay dadisi Julasning payg'ambar alayhisalom bilan jangga hozirlanishga oldirmayotganligini, bayturuqlikmi mol taqdim qilmayotganligini o'ylab, buningga hayron qoldi. U Julasning ko'nglida bu yaxshilik qarta ilhom va qizg'inlik qo'zg'atish uchun ko'rganlarini va o'ziga texim bak ta'sir qilgan tuvandagi voqelikni uningga so'zlab berishga boshladi. U voqea mundaq edi. Bir qancha mu'minlar o'zlarining urushga berish umidi borligini aytib, payg'ambar alayhisalomga yolvorib kelganda, ularning mendigan ulug'i bo'lmaganligi sababidan payg'ambar alayhisalom ularni qaytarib etdi. Ular jihad qilib, shahidlikka erishish fursatiga erishganligidan qayg'urib, ko'zlaridan yoshlar to'kilgan holda qaytishgan edi. Ümeyr ajoyib ta'sirlik bu ko'rinishlarni oz to'la bayon qila qilmayla Julasning og'zidan
Umeyr anglashni asla tasavvur qilib baxmagan. Agar Muhammad payg'ambarlikdan iborat bu davosida rostchil bo'lsa, biz eshakdanmi battar kuni qoldiganmiz degan so'z chiqdi. Umeyr uning og'zidan chiqqan bu so'zga nihoyat hayron qoldi. Chunki u julasdek yoshdagi ahli ushi joyida bir odamning iymondan chiqarib kufr darvozasiga kirgizadigan bir so'zni qilib qilishini asla o'ylamagan edi. Yosh yigit Umeyr o'ylanishga boshladi. U sukut qilsa, uning bu so'zini yushirsa, Allohning payg'ambariga xiyonat qilganlik bo'lganligini, munofiqlar halok bo'lishini qasdlayotgan islom diniga ziyon yetadiganligini, navoda Julasning bu so'zini yushirmay oshkorlasa, o'zini ko'z qarchug'idek beqib cho'ng qilayotgan bu odamga noshukrlik qilganlik bo'lganligini o'yladi. Julas Umayrni yetimlik holatida qo'yniga ilib, yo'qsullik holatidan qutuldirib, boyasha turmushga ega qilgan edi. U qanday qilish haqida uzoq o'ylangandan keyin bir qaror keldi-da, oxirida Julasga qarab: "Ey Julas, sen men uchun yer yuzidagi kishilar ichida payg'ambar alayhisolamdan qolsala eng suyimliksan. Sen menga eng ko'p yaxshilik qilding. Sen mening yaqin kishim. Sen shundoq bir so'zni qildingki, navoda men bu so'zni oshkorlasam, seni rasvo qilgan bo'laman. Agar uni yushirsam, omonatga xiyonat qilgan bo'lib, o'zimni va dinimni tugashtirman. Shunga men payg'ambar alayhisolamning oldiga berib, so'zingni uningga deyishni yetib keldim. Sen buningdan oldin xabar tepib qolgan" dedi-da, masjidga kelib payg'ambar alayhisolamga Julasning degan so'zini deb berdi. Payg'ambar alayhisolam Umayrni yindi ilib qilib, Julasni chaqirtib kelishga odam avatdi. Julas kelib payg'ambar alayhisolamga salom bergandan keyin uning oldida o'ltirdi. Payg'ambar alayhisolam uningga: "Ey Julas, men Umayrdan anlagan bu so'zga nima deysan?" deb Umayr xabar bergan hiliq so'zni uningga qayta eskartib qo'ydi. "Ey Allohning payg'ambari, u menga bo'hton chaplabdi, tuhmat qilibdi. Men bu so'zlarning birini yig'izimdan chiqarmadim" dedi. Atrofdagi kishilar ko'zlarini birdam Umayrga, birdam Julasga tikishga boshladi. Ular zodi kimning rost gap qilganligini ularning chiroyidan bilmoqchi bo'lgandek qilishatdi. Ular pichirlashga boshladi. U kishilarning ichida dilida munofiqlik bor kishilardan biri: "U bola vafoga jafo qiladigan tuzkor bola ekan" deysa, boshqa musulmonlar: "Bu bola Allohga bo'ysunish aqidasida ching bo'lgan bola ekan. Uning chiroyidan rostchiligi bilinib turdi" deyishatdi. Payg'ambar alayhisalom Umayrga qaradi. Uning yuzlari qizarib, ko'zlaridan oqqan yosh manzillarni bo'ylab iqib, maydasiga tushishga boshlagan edi. Bu chaqda Umayr: "Ey Alloh, men xabar qilgan bu so'zning rostligiga bir pokit tusharsang. Ey Alloh, mening payg'ambar alayhisalomga yetkazgan xabarimning rostligiga pokit tusharsang" deb takror Allohga iltijo qilishga boshladi. Bu chaqda Julas o'rnidan turib: "Ey Allohning payg'ambari, men o'z so'zimning rostligi haqida san qasam qilib beray. Umayrning sana degan so'zini demaganligimga Alloh bilan qasam qilaman" dedi. U qasam qilib bo'lishig'ila kishilarning ko'zlari Umayrga tikildi. Payg'ambar alayhisalomni jimjitlik bosdi. Sahobalar vahiy tushadiganligini jazmlashtirdi va sukutga cho'mdi. Ularning nazari payg'ambar alayhisalomga bog'lanib qolgan edi. Julasni qo'rqinish va ansizlik bosdi. Umayrning chiroyida umidvorlik va talpinish alomatlari jilva qildi. Payg'ambar alayhisalom Allohning munoyitini tilovat qildi. Ular, yana munofiqlar, hech nima demaganligi to'g'risida Alloh bilan qasam qildi. Ular haqiqatan kufr so'zini aytdi. Julas bu oyatni anglab qo'rqindan titrab ketdi. Qo'rqinishdan uning tillari gapga kelmay qoldi. U payg'ambar alayhisalom qarab: "Ey Allohning elchisi, men tövbe qilay. Ey Allohning payg'ambari, Umayr rost aytdi. Men yolg'onchi bo'ldim. Allohdan mening tövbamni qabul bo'lishini tilab bersang. Ey Allohning payg'ambari, sana jinim fido bo'lsin" dedi. Payg'ambar alayhisalom Umayrni qaradi. Xo'shallik yoshlari uning iymon nuridan nurlangan yuz ko'zlarini ho'l qilib etgan edi. Payg'ambar alayhisalom muborak qo'lini uning qulqiga so'zib turib: "Ey bola, bu qulqing anglagan narsaga vafo qildi. Sen
Parvardigoringga samimiy bo'lding deb qulqin tutib qo'ydi. Julas islomga yana bir qitim qaytdi va uning islomi burunqidan yaxshi bo'lib ketdi. Sahobalar Julasning Umayr qilgan yaxshiligidan uning haqiqatan tuzalganligini bilishdi. Har qitim Umayr tilga ilinsa, Julas mundoq deydi: Alloh mening sababimdan Umayrga yaxshi mukofot bersin. U meni kufrlikdan qutqizdi, do'zaxdan ozod qildi deydi. Bu taxi Umayrning hayot musofasidagi eng juloliq ko'rinishlar emas. Uning hayotidagi buningdimi go'zal ko'rinishlardan xabar tepish uchun uning yoshlik davridagi ko'rinishlar bilan uchrashayli. Faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari Ketdi Umar Usmon nahdi qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari